Mana savol, hurmatli o'quvchilar. 3 ta qalamni joyini o'zgartiring. Tanga, mana bu tanga, tangaga tegmasdan. Tanga uyda ichida qolsin. Sanjar, mana. 1. Mana bunga ochilib qolmasin. 1 2 Qanday qilib bo'ladi? Shunday qilib bo'lmaydi. Ochilib qolmasin deya. 1 Yo'q. 5 burchak bo'ldi. Nima bo'ldi? 5 burchak. Ochilib qo'ygan. Ochilib qolyapti. Qani? Va alaykum assalom. Qani? Mana edi bo'lgan edi. Kecha Topolmadinglarmi? Yo'q. Javobini aytaveryapmi? Sizlar topolmadinglarmi? Sanjar? nima qilishimiz? 3 ta qalamni qimirlatib Mana 3 ko'ryapsan-a? Mana bu yerda tanga turibdi. Tangaga tegmasdan 3 ta qalam joyini shunday o'zgartir. Tanga uyda ichida bo'lib qolsin. Qani? Pul yo'qmi? Yo'q. 3 ta qalam. Bo'lmasa ish berman deyman. Bu o'zi eskirdi-da, ko'pchilikka berdim savolni. Qilsak, 2 ta, 1 bo'lmaganda. 2 3. Tanga tashqarida qoldi. Tashqari. Yo'q, ozdoqmi bunday qilsangiz? Bunda qilsak bo'ladi. To'xtab tur. Yo'q, bo'lmaydi bunday. Qani? Tanga surilmas kerak. Tanga surilmasdan. Olmos. Qani? 1 2 3. 3 ta qimirlash kerak deyapman, Muhammad aka. Joy o'rgatyapmi? Aytaveryapmi? To'xtang. Mana uchovda bo'ladi-da, 100 so'z mana uchovini o'zi bo'ladi. 1 2 3 4 nima bo'ladi? Ochilib qolmasin kerak-da. Oching, ha. Ayting o'zingiz. Bo'lib aytayapmi? Tamommi? Ha, bo'ldi. Bilmadinglarmi? O'ylab ko'ringlar. Yo'q, bilmayman. Ayting qay. Bunday qilib qarab tur. Qarab tur. Mana bu yerdami? Mana 1. Ko'rding-a? 2 3. Boya aytdim boya qandaydir xato.